Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Amerika Tashqi ishlar ministrligining ministr nomzodi Kengash palata a'zosi Marco Rubio 15 yanvar tushdan burun o'tkazilgan vazifaga tayinlash guvohlik yig'inida Uyg'urlar masalasi haqidagi savollarga javob berib, o'zlarining Uyg'urlar masalasidagi maydonning o'zgarmaydiganligini bildirdi. Guvohlik yig'inida Tashqi ishlar ministri nomzodi Kengash palata a'zolarining savollariga javob berish orqali o'zining layoqatli nomzod ekanligini isbotlaydigan bo'lib, shu qatordagi savollarning birini Kengash palata a'zosi Jeff Merkeli so'radi. U Marco Rubioning vatanimiz Sharq Turkistondagi majburiy emgakka qarshi turish masalasida vujudga chiqargan natijalarni alohida muayyanlashtirdi. Orqadilla navbatda Tailand turmusida tutib turilayotgan Uyg'urlar masalasida Amerika hukumatining qanday pozitsiyada ekanligini so'raganda Marco Rubio aniq qilib, biz davomli Tailand hukumatiga bu Uyg'urlarni Xitoy qaytarib o'tmaslik haqida besim ishiltimiz dedi. Shundaqla vatanimizdagi majburiy emgak masalasi haqida to'xtalib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni zamonaviy qullar lageriga qamishini keskin ayblaymiz dedi. Guvohlik yig'inida so'ralgan keskin savollarning biri Xitoy masalasi bo'lib, Marco Rubio Xitoyni davlatimiz ta hozir qadar duch kelib baxmagan xatarlik va yoshirin bo'lgan dushman darajasidagi davlat dedi. U o'tgan musofalarni qisqacha eslab o'tgandan keyin Amerika hukumatining Xitoyga taraqqiy qilayotgan davlat darajasida muomala qilib kelganligi, shuningdek ularning savdo sohasidagi aldamchilik qilmishlariga ko'z yumganligini tilga ilib, agar biz Xitoy haqidagi hozirgi maydonimizni yana o'zgartmasak, 10 yilga barmayla hayotimiz kamili narsada Xitoyning qo'li qaraydigan bo'lib qolamiz dedi. Guvohlik yig'inidan keyingi muhim qadam bu vaqtda ovoz berish bo'lib, navoda ovoz berish utuqliq bo'lsa, bu yil 53 yoshga kirgan Marco Rubio Latin Amerikaliklar avlodidan tunji bo'lib Amerika tashqi ishlar ministri bo'lgan kishi bo'lib qoldi ekan. Amerika davlatlik radio shirkati NBC'ning 15 yanvar e'lon qilgan xabariga qaraganda, Donald Trump kelar hafta vazifaga o'tirish bilanla yuqori tamojna beji siyosatini ijro qilganligini, shu orqali Amerika korxonalarini gullantirib, ish o'rnini ko'paytirganligini bildirgan. Donald Trump birinchi qatimliq vazifa o'tash mezgilida Xitoydan necha 10 milliard dollar tamojna beji olgandan keyin ko'plagan Xitoy korxonalari zavodlarini Meksikaga yo'tkash orqali Amerikaning tamojna bejidan qutulgan. Meksikaning Amerikaga yaqin joylarida Xitoyning ko'plagan sanoat rayoni, avtomobil va yuqori texnik mahsulotlari zavodlari qurilgan. 7000 ish o'rni yaratilgan. 2023-yili Xitoy shirkatlari 2021 yildan buyon Meksikaga solgan mablag'ining jami 4 milliard dollarga yaqin bo'lganligini e'lon qilgan bo'lib, 2024-yilning oldingi yarmida buningga yana 1,4 milliard dollar qo'shilganligi xotirlangan. Bu Xitoyning 2014-yildan 2020-yilgacha Meksikaga solgan mablag'ining 4 tassisiga to'g'ri keldi ekan. Xabarda aytilishicha, Amerika bilan Meksika orasida savdo kelishim bo'lib, Amerikaga kirgan Meksika mollaridan tamojna beji ilinmaydi ekan. Ammo Donald Trump bu vaqtda Meksikani ogohlantirib, kelar hafta vazifaga o'tirgan birinchi kunla Meksikadan kiradigan mollarga tamojna beji qo'ydiganligini jakarlagan. Xitoy hukumati hozir Meksikadagi Xitoy shirkatlarining taqdiridan ansirayotgan bo'lib, Amerikaning yaqinda 37 Xitoy shirkatiga embargo qo'yishi Xitoyga texmi og'ir zarb bo'lgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy qaraganda Meksika Amerika bilan savdo jihatda qayta suhbatlashishga eng loyiq ekan. Xabarda deyilishicha, Donald Trump agar Meksikaga tamojna beji qo'ysa, Amerika, Meksika, Kanada savdo kelishimiga xiloflik qilgan bo'ldi ekan. Bir qator qonuniy to'salg'ularga, shundaqla qarshi tarafning yuqori tamojna beji qo'yishiga uchraydi ekan. Hamda buningdan Amerika shirkatlari ziyon tortadi ekan. Ammo pul muomala bozorida cho'ng davolg'ish bo'lmaydi ekan. Faqat avtomobildan tortib yemak-ichmak mollarining bahosida o'rlash bo'ldi ekan. Meksikadan haydalish xavfiga duch kelgan Xitoy shirkatlarining Amerikada zavod qurishi qiyin bo'lib, chiqim yuqori, emgak kuchi qimmat bo'ldi ekan. Amerika Ana vatan xavfsizlik ministrligi 14 yanvar kuni vatanimizdagi majburiy emgak chetishli Xitoy shirkatlaridan 37 shirkat va korxona guruhiga iqtisodiy jazo e'lon qilgandan keyin 15 yanvar kuni Xitoy hukumati buningga qattiq norozilik bildirib, o'zlarining tegishli choralar orqali Xitoy shirkatlarining qonunli haqlarini qo'g'daydiganligini bildirdi. Xitoy hukumatining koni bo'lgan Yer shari vaqti gazetining 15 yanvardagi bosh maqolasida aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Guo Jiakun bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, Amerika hukumatining Xinjiangdagi majburiy emgak masalasini ko'tarib chiqishi butunlay asossiz deb chalvo qilgan. Shuningdek,
Uyg'urlarning kishilik huquq depsanchilikka duch kelayotganligi haqidagi bayonlar butunlay quruq to'kmat deb jakarlagan. Gojakun yana Amerika hukumatini ayblab, Amerika hukumati Şinjan masalasini bahona qilib, mush xildagi zarxandlarcha vositalarni qo'llanib kelmoqda. Ularning bu qilmishi davlatimizning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganlik, shuningdek davlatimizning taraqqiyotini bo'g'ish urinishi xolos deb xulosa chiqargan. Amerika Ana vatan xavfsizlik ministrligining ministri Alejandro Mayorkas 37 Xitoy shirkatiga jazo e'lon qilish haqidagi qarorni e'lon qilganda, o'zlarining Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni bo'yicha majburiy emgak chetishlik shirkatlarini jazolash maydonidan hargizmo voz kechmaydiganligini alayda jakarlagan edi. Holbuki, Xitoy hukumatining o'zlari e'lon qilgan ko'plagan sonliq ma'lumotlar hamda o'xshamagan nopuzliq tadqiqot o'rinlarining tekshirish dokladlari vatanimizdagi majburiy emgakning yildan yilga kengayotganligini, buning chetilish doirasi avtomobil zapchastlari, kon boyligi, kun taxta, energiya boyligi qizish, keves terish, to'qimachilik qatorliq ko'plagan sohalarda muhim salmoqni egallayotganligini ko'rsatib kelmoqda. Amerika Adliya Ministerligining tor betida 14 yanvarda e'lon qilingan uqtirishda aytilishicha, Adliya Ministerligi va Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI, shu kuni bir necha oy davom qilgan qonun ijrosi orqali Xitoy xakerlari yasab chiqqan Plague X nomli virus to'pini bechit qilgan. Sot hujjatida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati bevosita orqa terak bo'lgan xakerlar guruhi Yavaat, Mushkiq, Purmi Tayfon qatorliq nomlarda shirkat qurgan hamda Plague X virusdan foydalanib, Amerika tavasidagi 4200 dan ortiq kompyuterga xakerlik qilgan. Ular bu jarayonda mazkur virusni nuqtali holda Amerika hukumat tarmoqlari, savdo sohasi va Xitoy qarshi o'qituvchilarning kompyuterlariga o'rnatib qo'ygan. Ammo kompyuter egalari bu ishlardan xabarsiz bo'lib, bu jarayonda qanchalik uchurning o'g'irlab ketilganligi hozircha noma'lum ekan. Bir necha oylik torbiy xatarlik jangida bu viruslar sotning buyruqi asosida ash kompyuterlardan pokiza o'chirib etilgan. Adliya Ministerligining muavin ministri Matt Olson bu vaqtda to'xtalib, xakerlarni qo'lga olish va jazolash xizmati davom qildigan bo'lsa-mu, ministerligimiz Amerika tavasidagi tor hujumlarini to'sishni oldin o'ylashadigan xizmat qatorida bir yoqlik qiladi degan. Uqtirishda aytilishicha, bu qatimqi Xitoy xakerlarga zarba berish harakatiga xalqaro soqchi organlari ishtirok qilgan. Shular qatorida Fransiya qonun sistemasi va Fransiyadagi ba'zi xususiy torbiy xatarlik shirkatlari Plague X virusni tozalashga yaqindan moslashgan. Bu qatimqi tozalash harakatida xakerlarning hujumga uchraganlar asosan Windows kompyuterlari bo'lib, Federatsiya tekshirish idorasining bu qatimqi tozalash harakati Xitoy xakerlarining Amerika torbiy xatarlikka qilayotgan xiristlarga qaytarilgan bir qatimliq kuchlik zarba deb qaralmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.